Agar ajinlar, ko'z osti qoplar va ifoda ajinlari yoshingizni katta ko'rsatayotgan bo'lsa, biz sizga Instant Beauty'ni taqdim etamiz. Bu bir necha soniya ichida ko'z osti qoplaringiz va ajinlaringizni yashiradigan kosmetik mahsuloti. Hozirni o'zida biz erishayotgan ajoyib o'zgarishlarni kuzating. Soniyama-soniya ko'z osti qoplari vizual ravishda yo'qolib, ajinlar yashirinmoqda va yuz terisi esa tetiklantirilmoqda. Mutlaq plastik jarrohliksiz. Bu oldingi ko'rinishi, bu esa hozirgi ko'rinishi. Ajoyib! Juda ma'qul tarafi esa o'zgarishlar bir necha soniya ichida sodir bo'lishi. Hech qanday operatsiya, inyeksiya va xavfsiz. Ko'zingiz ostida qoplar qiynaydimi? Endi farqini ko'ring. Ajinlar va ifoda chiziqlari bormi? Instant Beauty bilan ularni bir necha soniya ichida yashiring. Bu qanday bo'lishi mumkin deysizmi? Buning siri teringizda soatlab qoladigan va uni darhol vaqtinchalik tetiklantiruvchi va torttiruvchan ta'sirga ega formulasidadir. Ushbu tortilish effekti teri osilishini yashiradi, ajinlarni kamaytiradi va dastlabki 60 soniyadan boshlab ko'z osti qoplarining ko'rinishini kamaytiradi. Ha, xuddi shunday. Atigi 60 soniya ichida siz farqini sezasiz. Kamroq ajinlar, kamroq osilish va kamroq ko'z osti qoplari. Bugun biz sizga atigi 60 soniya, ya'ni 1 daqiqada sizni ancha yoshroq ko'rsatadigan yechimni taqdim etamiz. Vanessa, siz darhol degan muhim so'zni aytdingiz. 60 soniya. 60 soniya nima? 1 daqiqa. Yosh ko'rinish uchun ertalab 60 soniya vaqtni topa olmaydiganlar bormikin? Bu Instant Beauty 60. Bu ajinlar, ko'z osti qopchalari, ifoda chiziqlarini vaqtincha yo'q qiladigan tizimdir. Instant Beauty 60 ikki qavat teri ko'rinishini yaratadi va bu ikkinchi qavati ajinsiz va ko'z ostidagi qoplarsiz bo'ladi. Lekin muhimi bu o'zgarishlarni hozirni o'zida ko'rishdir. Keling, birinchi holatimizni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ko'zlar. Menga ularni makiyaj yoki boshqa narsalar bilan yashirishga qanchalik urinmay, bu kichik qoplarni yoqtirmayman va ular har doim sizni g'amgin, charchagan qilib ko'rsatadi yoki chiroyli bo'lmagan tashqi ko'rinishni yaratadi. Operatsiyalar juda qimmat va juda xavflidir. Agar jarrohliksiz yoshroq ko'rinishga olib keladigan boshqa bir yo'l bo'lsa edi, juda ham yaxshi bo'lardi. Bizda esa atigi 60 soniya, 1 daqiqa, ya'ni hozirni o'zida aql bovar qilmaydigan o'zgarishlarni amalga oshiradigan yechim bor. Avval men sizga ko'rsatib beraman. Oz miqdorda, unchalik ko'p bo'lmagan miqdorda biz uni shunchaki ko'zga suramiz. Mana ko'ryapsizki, bu juda ko'p bo'lmasligi kerak, Patritsiya. Shunisi ham yetadi. Bu yerda biz mukammallikka erishdik. Va biz to'g'ridan-to'g'ri Patritsiya kamerasiga qaraymiz va iltimos, buni doimo kuzatib boring. Aql bovar qilmaydigan o'zgarishlarni ko'rishni istasangiz, ko'zingizni uzmasdan kuzating. E'tibor bering. Biz bu tomonda qanchalik endi ko'z osti qora doiralar va qoplar kamroq sezilishini ko'rmoqdamiz. Siz bu yerda yallig'langan ko'rinishdagi qoplarni va bu yerda esa Patritsiyaning ko'rinishi qanchalik o'zgarganini ko'ryapsiz. Men sizdan har qanday ayolning o'z yoshiga yarasha tabiiy chiziqlari bo'lgan ifoda chiziqlariga qarashingizni xohlayman. Qarang, 60 soniya ichida, hatto 60 soniya ham bo'lmaganda u butunlay tortilgandek ko'rinadi. Aytyapmanki, u endi ancha yoshroq ko'rinadi va siz buni o'z ko'zingiz oldida kuzatyapsiz. Bu haqiqatan ham ajoyib. Patritsiya, bu effekt qancha davom etadi? Vanessa, bu makiyajga o'xshaydi. Kun bo'yi turadi. Siz kechasi uyga kelib, uni artib tashlaysiz va ta'siri shu vaqtgacha davom etadi. Ammo bu yerda muhim narsa shundaki, bu makiyajdan ko'ra yaxshiroq, chunki sizni qaysi makiyaj atigi 60 soniya ichida ancha yoshroq ko'rintirishi mumkin. Janet, men hozir o'zingizga ko'zguda qarab, o'zingizni qanday his qilayotganingizni aytib berishingizni xohlayman. Xo'sh, biz mahsulotni qo'llagan ko'z va boshqa ko'z orasidagi farq nimada? Qarang, bu ko'zimning ostida qoplar yo'q. Ajinlar ham kamaygan va bu tomonda esa ancha sezilarli. Qaysi ko'zni afzal ko'rdingiz? Va agar siz Janet kabi aql bovar qilmaydigan o'zgarishlarni xohlasangiz, sizga bir telefon qo'ng'irog'i kifoyadir. Bu nimaga qodir deysizmi? Atigi 60 soniyada, 1 daqiqadan kamroq vaqt ichida siz ushbu mahsulot yordamida o'zgarishlarga, yoshroq ko'rinishga ega bo'lishingiz, yangi ko'rinishga erishib ajinlar, ko'z osti qoplar, qora doiralarni kamaytirishingiz mumkin. Va bu hammasini inyeksiyasiz, og'riqsiz va jarrohliksiz kamaytirish imkonini beradi. Agar ajinlar, qoplar va ifoda chiziqlari sizni keksa qilib ko'rsatsa, biz Instant Beauty 60 ni sizga taqdim etamiz. Bir necha soniya ichida ko'z osti qoplaringiz va ajinlaringizni yashiradigan kosmetika mahsuloti. Hozirni o'zida biz erisha oladigan ajoyib o'zgarishlarni ko'ring.
Soniyama-soniya qoplar vizual ravishda yo'qoladi. Ajinlar yashirinadi va yuzni tortilish ko'rinishiga erishiladi. Plastik jarrohlikning hojati yo'q. Buning siri uning Tensor effekti formulasida bo'lib, bu soatlab davom etadigan vaqtinchalik tortilishga darhol erishadi. Instant Beauty'ning ozgina miqdorini qo'llab, uni qurishga berib soniyama-soniya seziladigan farqini kuzating. Ajinlar kamroq ko'z osti osilishlari va ko'z osti qoplari kamroq. Bu oldingi ko'rinishi. Bu esa hozirgi ko'rinishi. Farqiga qarang. Instant Beauty 60 bilan bir necha soniya ichida siz ham yoshroq ko'rinishingiz mumkin. Instant Beauty'ga hoziroq ekraningizda ko'rinadigan ushbu ajoyib narxga buyurtma bering. Biroq to'xtang. Agar siz hozir qo'ng'iroq qilsangiz va ikkinchi Instant Beauty'ga buyurtma bersangiz, uni ushbu chegirmali narxda olasiz. Bu sizning barcha ayol do'stlaringiz va qarindoshlaringiz sizga minnatdorchilik bildiradigan sovg'adir. Aynan shunday. Instant Beauty'ning darhol tortuvchi effekti bilan bir necha soniya ichida yoshroq ko'rinish, ajinlar va ifoda chiziqlarini kamaytirish va qoplarni vaqtincha yashirish vaqti keldi. Va unutmang, hozir qo'ng'iroq qilsangiz ushbu ajoyib taklif bo'yicha 2 dona Instant Beauty 60 kremini olishingiz mumkin. Bu taklif cheklangan miqdorda mavjud. Hali hamon nimanidir kutyapsizmi? Bizga hozir ushbu raqam orqali qo'ng'iroq qiling yoki 3w.teleshop.uz orqali onlayn buyurtma bering. Men o'ylashimcha, ko'z osti qoplari odamni keksa ko'rsatib qo'yadi va bu meni juda bezovta qiladi. Uning ustiga charchoq, behush ko'rinishni beradi. Ular ko'zga qanchalik tashlanayotganiga qarang. U ularni yanada aniqroq bo'lishidan oldin bo'yanish orqali yashirishga harakat qilardi. Menga bu ko'rinish yoqmaydi. Xo'sh, biz keldik. Nima uchun keldik desangiz, biz sehrli Patritsiya kabi haqiqiy o'zgarishlarni ko'rsatish uchun keldik. Va sehrni o'zi. Chunki biz Instant Beauty 60 soniyada gapiramiz. Mahsulotning nomida aytilgandek 60 soniya ichida va bir zumda ko'zimiz ostidagi ajinlar va qoplarni vaqtincha yo'q qiladi. Va biz buni isbotlaymiz. Chunki u dasturda Patritsiyaning jo'natmasi bor edi. Hozir esa buni real vaqtni o'zida namoyish qilishadi. Sizga ko'rsatishni istagan birinchi narsa mahsulotni ko'z atrofiga qanchalik oson qo'llanilishidir. Ko'proq miqdor, ko'proq ta'sir qiladi deb o'ylaydigan odamlar mavjud. Biroq bu shart emas. Chunki aslida sizga mana shunchagina miqdor kifoyadir. Biz shunchaki juda nozik bir qatlamni qo'llaymiz. Va biz esperanzadan harakatlanmaslikni so'raymiz. Va biz ekranda siz uchun bir chiziq qo'yilishini so'raymiz. Qanday o'zgartirganini kamera oldida ko'rishni boshlaymiz. Necha soniyadan keyin yoshroq ko'rinishga ega bo'lishni ko'rishingiz uchun biz taymer tayyorladik. Chunki biz ajinlar qanday kamayganini darhol ko'ramiz. 60 soniyadan so'ng biz nafaqat ko'z ostidagi ajinlarda, balki qoplarda ham hayratlantiradigan o'zgarishlarni ko'ramiz. Bu bizga nima beradi? Yoshroq, yangiroq va tarangroq ko'rinish. Ha, aslida biz operatorlarimizdan so'ragan kichik chiziqdan foydalanmoqchimiz. Bu tomon necha yoshga ko'rinishini ayting. U charchaganga o'xshayaptimi? Bu tomonchi. U to'yib uxlaganga o'xshayaptimi? U tetik ko'rinyaptimi yoki charchagan ko'rinyaptimi? Uning o'rniga iltimos, bu tomonga qarang. Agar Esperanza bugun ofisimga kelsa, men unga yaxshigina dam olibsan-a deb aytaman. Qarang, yuzimning bu tomonidagi katta farqiga boqing. Biz buni ko'rsatishning yana bir usulini qilamiz. Bu yerdagi chiziqlarga qarang. Va biz bu tomonni ko'rib chiqamiz. Chunki bu taraf butunlay tetik, mutlaqo silliq ko'rinadiki, Patritsiya hatto men buni sinovini o'tkazilishini so'radim. Chunki agar qarasangiz, men uning terisiga tegayapman va men ajinlarni ko'rsatishga harakat qilsam ham, siz aslida ularni ko'ra olmaysiz. Biroq, men bu tomonda xuddi shu amalni bajarganimda, terining ajinlari qanday ko'rinishini darhol kuzatasiz. Agar ajinlar, qoplar va ifoda chiziqlari sizni keksa qilib ko'rsatsa, biz Instant Beauty 60 ni sizga taqdim etamiz. Bir necha soniya ichida ko'z osti qoplaringiz va ajinlaringizni yashiradigan kosmetika mahsuloti. Hozirning o'zida biz erisha oladigan ajoyib o'zgarishlarni ko'ring. Soniyama-soniya qoplar vizual ravishda yo'qoladi. Ajinlar yashirinadi va yuzni tortilish ko'rinishiga erishiladi. Plastik jarrohlikning hojati yo'q. Buning siri uning Tensor effekti formulasida bo'lib, bu soatlab davom etadigan vaqtinchalik tortilishga darhol erishadi. Instant Beauty'ning ozgina miqdorini qo'llab, uni qurishga berib soniyama-soniya seziladigan farqini kuzating. Ajinlar kamroq ko'z osti osilishlari va ko'z osti qoplari kamroq. Bu oldingi ko'rinishi. Bu esa hozirgi ko'rinishi. Farqiga qarang. Instant Beauty 60 bilan bir necha soniya ichida siz ham yoshroq ko'rinishingiz mumkin. Instant Beauty'ga hoziroq ekraningizda ko'rinadigan ushbu ajoyib narxga buyurtma bering. Biroq to'xtang. Agar siz hozir qo'ng'iroq qilsangiz va ikkinchi Instant Beauty'ga buyurtma bersangiz, uni ushbu chegirmali narxda olasiz. Bu sizning barcha ayol do'stlaringiz va qarindoshlaringiz sizga minnatdorchilik bildiradigan sovg'adir. Aynan shunday. Instant Beauty'ning darhol tortuvchi effekti bilan bir necha soniya ichida yoshroq ko'rinish, ajinlar va ifoda chiziqlarini kamaytirish va qoplarni vaqtincha yashirish vaqti keldi. Va unutmang, hozir qo'ng'iroq qilsangiz ushbu ajoyib taklif bo'yicha 2 dona Instant Beauty 60 kremini olishingiz mumkin. Bu taklif cheklangan miqdorda mavjud. Hali hamon nimanidir kutyapsizmi?
Bizga hozir ushbu raqam orqali qo'ng'iroq qiling yoki 3w.teleshop.uz orqali onlayn buyurtma bering.